Sharqi Turkistonda asir elingan Uyg'urlar Xitoyning ichki o'lkalariga o'tkazilmoqda. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Qashqarda atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi turmalarda tutib turilayotgan Uyg'urlar bir tarafdan sud ochilib qamoqqa hukm qilinmoqda, yana bir tarafdan Xitoy o'lkalariga o'tkazilmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetining Sharqi Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchiligini tekshirish haqidagi talabidan keyin tutqun qilinganlarning ichki o'lkalarga o'tkazilishi diqqatni tortmoqda. İran, Amerika ve Saudiya Arabiston Tashqi ishlar ministrligining Tehron doiralariga aloqador bayonlarga norozilik bildirdi. İran Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Bakram Qosim Amerika İran haqidagi asossiz so'zlarni qilishdan o'zini to'xtatmadi dedi. Afrikada har yili oz deganda 20 ming kishining g'aljirlik kesil sababli hayotidan ayrilganligi aniqlandi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına asaslanganda Afrika qit'asida har yili oz deganda 20 ming kishi it va boshqa hayvonlarning tishlashi sababli g'aljirlik kesil virusi bilan yo'qolinib hayotidan ayrildi ekan. Bu masalaning hayvonlarga g'aljirlik kesilining oldini olish vaksinasi urilmaganligi sababli yuz berilayotganligi ma'lum. Indoneziyadagi yer tavras va dengiz toshqinida 384 kishi hayotidan ayrildi. Taxminan 17 ming kishi tarqoqlashtirildi. Jiddiy holat e'lon qilingan rayonlarda 29 kishining g'oyib bo'lganligini bildirgan Davlat ofat boshqarish idorasining bayonotchisi Nugroho yer tavrash va orqadan yuz bergan dengiz toshqinidan ta'sirga uchragan rayonlardagi aholilardan kelgan uchurlarga asoslanganda 29 kishining yo'qolib ketganligini dedi. Amerika Aviatsiya va Olam qatnash idorasi NASA SP1 deb nom berilgan bir kichik sayyoraning yer shariga yiqilishayotganligini e'lon qildi. Egilinishicha bu sayyoraning qanchalik cho'ngligi noma'lum bo'lib, NASA shirkati uning uzunligining 70 bilan 160 metr orasida ekanligini mo'ljallamoqda. Uning egizligining danglik Big Ben soat munorining egizligidan eshib ketadiganligi bildirildi.